Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan men Azikov va bugungi videomizda bolalar ko'pchilik youtuberlar va shaxsan o'zim ham ishlatadigan o'sha videodagi modlar va survival'ga kerakli bo'ladigan modlarni obzorini chiqaramiz. To'g'risini aytsam makilab qo'yapman. Xo'p, birinchi o'rinda Security Craft. Bu modni ko'pchilik biladi, chunki bu mod to'g'risini aytsam ancha-munchasi biladigan mod. Va buni uncha ko'rsatishim shart emas. Bitta kamerani qo'yasiz, bunga bitta qo'yasiz. Bitta bunday qilasiz, bitta bunday qilasiz. Va qarabsizki, o'zingiz basharangizga ko'rib o'tiraverasiz. Mana va bu birinchi modimiz edi. Qandaydir bay bo'ldimi nima balo. Ha, bo'ldi. Ozroq bay bo'lib qolyapti. Havomizlar va mana shu tepada chiqayotgan narsalarni chiqarayotgan, ya'ni nomini aytadigan mod. Nomi to'g'risini aytsam trailer sepidan chiqib ketadi, o'zimniki ham chiqib ketdi buni. To'g'risini aytsam, nomini eshitguncha. Hop, birinchi modimiz tugadi. Hop, Security Craftga bog'liq va ikkinchisi Furbish Craft, ya'ni shunaqa furniture modlarni qo'shadi. Bu modni to'g'risini aytsam, qisqroqda video oladiganlar uchun juda ham zo'r va kerakli mod desam ham bo'ladi. Xaladenlik Короче, menda bay bo'lyapti, sizda unaqa bo'lmasa kerak. Va buni ham o'zingizlar ko'rasizlar. Va Varied Commands, ya'ni bu menimcha adashmasam, buni youtuberlar o'zlari shaxsan chiqarishgan. Bu videolar uchun juda ham kerakli mod desam ham bo'laveradi. Bu mod yordamida sizlar nimalar qilib yuborishingiz mumkin o'ylaylar. Bu modda telefon bor, mana unaqa sumka bor, pul bor, короче, hamma narsa bor. Qurollar, avtomat kiyimlar ham bor, kerak bo'lsa. Tushunasizlarmi? Ne qilasizlar buni? Unchalik ham normalniy emas. Shunaqa, короче, bu Varied Commands to'g'risini aytsam, plus tomonlari juda ham ko'p. Siz просто bir marta o'ynab ko'rsangiz bilasiz buni qanday bo'lganligini. Shunaqa narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bochka bor, o'tirsa bo'ladi bunga. Va shunaqa, bu ham furniture mod. Cho'tam. Bu ham furniture mod. Va nechinchi ham modimiz, uchinchi modimiz bo'lsa kerak. Uchinchi modimizga o'tsak, bu короче, kerakli mod bu ham. Va bu modni to'g'risini aytsam, kuchliroq telefon o'ynagan yaxshiroq. Men o'zim 128 o'ynayapman. Va bu modimiz gelik va boshqa qanaqadir bir mashina narsalar qo'shadi. To'g'risini aytsam, вообще unchalik zo'r modlar emas, lekin video uchun kerakli modlar. Va bu modni ham Telegram kanaliga tashlab qo'yaman albatta. Va juda ham realistik. Bu gelikdan boshqa narsalar ham bor. Va keyingisi xuddi shunaqa narsalarni retseptni chiqaradigan. Buni ko'pchilik biladi. Buni Just Enough Item, ya'ni J qisqartmasi. Va hozir va просто survivalga o'tamiz.
To'g'risini aytsam, bu mod o'tirib yokida qanaqadir qilib biron narsani qazisa, o'sha narsani rudami yoki daraxt o'sha narsani barchasini qazib olardi. Ya'ni bittaga o'chirardi. Bu mod buni to'g'risini aytsam o'zini nastroyka qo'ysalar bo'ladi. Men nastroykani qo'yaman. Bilmadim do'stlar. Va 5 ta yoki 6 ta mod bo'ldi.